O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining moliyaviy ko'magida Toshkent davlat agrar universitetida Agro Eco Club tashkil etildi. Mazkur yangi tashabbus mamlakatimizda barqaror qishloq xo'jaligini ta'minlash hamda ekologik mas'uliyatni yanada oshirishda yangi avlod mutaxassislarini ilhomlantirish va qo'llab-quvvatlashni maqsad qilgan. Hozirgi lavhamizda shu xususida so'z boradi. Yoshlar Agroeka klubi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorining yashil iqtisodiyotga o'tishini qo'llab-quvvatlash va iqlimga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi bilimlari va innovatsion tizimni rivojlantirish loyihasi doirasida tashkil etildi. Klub faoliyatini shakllantirishda agrar soha ayollari uyushmasi muhim o'rin tutadi. Shuningdek, gender tengligi hamda liderlik masalalari ilgari surilgan va samarali faoliyatni yo'lga qo'yish bilan bog'liq zarur chora-tadbirlarga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu loyiha davlat dasturida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, yoshlarimiz uchun qishloq xo'jaligidagi muammolar, atrof muhit, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarga innovatsion yechimlar topish, zamonaviy bilimlarni qo'llagan holda qishloq xo'jaligida hosildorlik va unumdorlikni oshirish, daromadni ko'paytirishga qaratilgan. O'ylaymanki, bu yerdagi yoshlarimiz soni mana shu loyihalarimiz ko'lami albatta oshib boradi va biz buni muntazam ravishda faoliyatini yo'lga qo'yamiz. Bu klub albatta birinchi navbatda bu bizni iqlimimizni umuman olganda mana shu bo'layotgan o'zgarishlar paytida uni ta'sirini kamaytirish masalalarida unga ta'sir ko'rsatish va bu borada nima ish qilishimiz kerakligini bu juda ham yaxshi farzandlarimiz uchun zamin yaratyapti. Biz o'zimizni o'simliklarni ehtiyot qilishimiz, yangi navlar kelyapti. Bizni mana oziq-ovqat xavfsizligimizni muhofaza qilish masalalarida biz qonunchilikda ham hozir ko'p qonunlar qabul qilyapmiz, lekin bu qonunlarni albatta amalga oshirishda, targ'ibot qilishda ayni mana shu yoshlarimiz bilan birgalikda uni tushunib, uni demak xalqimizga tushuntirish ishlari ham vazifalari mana shu bugungi tashkil etilayotgan klubning vazifalaridan biri deb hisoblayman. Ayni mana shu sohada 2030-yilgacha strategiya qabul qilingan va mana shu strategiyani davlat dasturlarini bajarishda ham mana shu klub ko'maklashuvchi organ bo'ladi. Ochilish marosimida tegishli tashkilotlar vakillari va bir qator mutasaddilar qatnashib, yoshlar Eka klubi xususida to'xtalib, samimiy muborakbod etdilar. Agroeka klub talabalar, o'qituvchilar va yosh tadqiqotchilar uchun bilim almashish, loyihalar ishlab chiqarish va barqaror qishloq xo'jaligini ta'minlashda innovatsion yechimlarni amalga oshirish maydoni sifatida xizmat qilishga mo'ljallangan. Zamonaviy texnik uskunalar va qulay shart-sharoitlar bilan jihozlangan bu klub nafaqat ekologik toza amaliyotlar va yashil boshqaruvni ilgari surish uchun xizmat qiladi, balki intellektual platforma hamdir. Ushbu tashabbus Yevropa Ittifoqining moliyaviy ko'magi orqali amalga oshirilmoqda va u Yevropa Ittifoqining O'zbekistonda barqaror va inklyuziv taraqqiyotni qo'llab-quvvatlashdagi uzluksiz sodiqligini yana bir bor namoyon etadi.